Uzluksiz ta'lim tizimining birlamchi bo'g'ini maktabgacha ta'lim sohasi barkamol avlod tarbiyasida muhim o'rin tutadi. Shu jihatdan yurtimizning chekka hududlarida zamonaviy talablarga javob beradigan yangi maktabgacha ta'lim tashkilotlari bunyod etilmoqda. Aksiyadorlik tijorat xalq banki ko'magi bilan Nurota tumanining olis qishloqlaridan biri bo'lgan Istiqlol mahallasida yangi bolalar bog'chasi foydalanishga topshirildi. Nurota tumanidagi chekka qishloq. Soykicharning jajji bolajonlari bugun juda xursand. Sababi ular yashaydigan mahallada yangi bog'cha qurib berildi. 14-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining ochilish tantanasida nuroniylar mahalla aholisi ishtirok etdi. Qayd etildi, bugun bog'cha yoshidagi farzandlarning kelajagiga e'tibor katta va bu mana shunday ko'rkam binolarning qurib foydalanishga topshirilayotganligida ham ko'rinadi. Bizning bog'chamizning sharoitlari juda ham yaxshi. Buning uchun prezidentimizga juda ham katta rahmatlar aytamiz. Bizda hozircha 24 ta ishchi o'rni yaratilgan, 90 o'rinli bolaga 3 ta guruhga tashkil etilgan. Hammamiz birgalikda ishlab, o'zimizning mehnatimiz bilan bolalarni yaxshi tarbiyalashga harakat qilamiz. Mahalla ahli, ota-onalar shod. Ichkariga yo'l olgan mehmonlar bolajonlar uchun yangi imkoniyatlar taqdim etilayotganligining guvohi bo'lib, yangilanayotgan O'zbekistonning farzandlariga yorug' iqbol tiladi. Mazkur binoning qurilishi aksiyadorlik tijorat xalq banki ko'magida amalga oshirilib, 5 milliard so'mdan ortiq mablag' yo'naltirilgan. Yangi maktabgacha ta'lim tashkiloti 90 nafar bolani qamrab olish imkoniyatiga ega. Prezidentimizga ming rahmat. Mana shu barchamiz qishloqlarda, eng chekka qishloqlarda ham shunday sharoitlar yaratib beryapti. Mamlakatimiz kundan kunga rivojlanib, farovon bo'lib, butun rivojlangan mamlakatlar qatorida kelmoqda. Mana shu kelgusida mana shu bog'chada tarbiyalangan yigitlar, qizlarimiz, o'g'il qizlarimiz, farzandlarimiz bilimlarini boshlab, shu yerda fundament qo'yiladi. Tarbiyachilarimiz yaxshi ta'lim berib, kelgusida respublikamizga, vatanimizga, xalqimizga xizmat qiladigan kadrlar yetishib berishida o'z hissalarini qo'shadi degan umiddamiz. Kelajak bugungi bolalar qo'lida. Ularning baxtli va porloq kelajagi uchun yaratilayotgan bunday sharoitlar yangi O'zbekiston taraqqiyotining mustahkam poydevoridir.